21 qism. Bu ayol boshqa bir emas, dal Sohirani kichik vaqtida hayvondek xo'rlagan Gulnoziyaning o'zi edi. Demisimi shu emasmi? Agarki u ishlarni hammaylan unutib, ko'ngilni taskin tepishganda, hamda uning o'g'li bilan ayni vaqtdagi o'gay qizning bir yerga kelib qolgani qiziq ish emasmi? Gulnoziya ayni chig'dagi ishlarni yana o'ylashga boshladi. Ayni vaqtda Gulnoziyaning shu ishlari hamma odamning qo'liga yetgan edi. Ayni vaqtda Farhodning ota-onasi, ya'ni Gulnoziyaning marhum qiynana qiynotalari uning ishidan xabar topgandan keyin uni qat'iy qabul qilmagan edi. Gulnoziyaning bir qatim to'y qilg'ini bir yonda qilib qolsin, uning bir kichkina bechoriga qilchilik rahim shafqat qilmay, uni shuncha xo'rlaganligini ular zodala kalisidan o'tkazolmagan edi. Bo'lmaydi. O ayolni amriga olsam qat'iy bo'lmaydi. Uning bir to'y qilg'ini bir yonda to'sin. Sen mushundaq zaharxanda bir ayolni bu uyga kiramsan. Ajiba sen Sohirani bilmagan bo'lsan ketkoshki. Apa, o'tinib qolay. Men mush ishlarni bilgachga uni amrimga olmoqchi bo'lyapman. Ayni vaqtda men uningga yetarli ko'ngil biladigan bo'lsam, u shu to'yni qilmaydi. Bundoq ishlarmi bo'lmagan bo'ladi. Sizlar nimandaq tushunmaydigansizlar? Menga qara. Hozir tushunmayotgani biz emas balki sen. Ayni vaqtda u sendan og'irnib to'y qilganmi bo'lsin? Ammo bir kichik qizni shuncha xo'rlaganligimi sening sababingmi? Buni qanday tushundirasan? Bo'ldi. U bu qilganlari uchun qattiq pushaymon qildi. Hatto o'zini o'ldirilish orqali o'zining qilgan azobini yeniklatmoqchi bo'ldi. U o'lim og'zidan qaytib kelgan odam. Hozirmi intayin umidsiz holatda yashayotdi. Mushundaq bir vaqtda men uni tashlab etsam, u texmi bichar bo'lib qolmamdi. To'g'ri, u haqiqatan to'g'ri qilmagan. Jahonda nuqsonsiz odam bormi? Agar xatolik o'tkazgan odamni hammamiz chetga qoqil tursak, uni tashlab etsak, uni qutqizib olmasak, bizning shulardan nima farqimiz? Dada, apa, sizlar singlim ikkimizga bundoq bag'ritoshlikni o'rgatmagan. Endi bo'lganda, bu sizlarning nima qilganinglar? Bu ishga nimishga qarshi tursizlar? Jinim bola, deganlaring to'g'ri. Lekin to'y ishi degan o'yin emas. Bu degan odamning umridagi cho'ng ish. Bizmi senga yaxshi bo'lsin deymiz. Kichikina ojiz qizg'imi rahim qilmagan. Texi ulib olman deb hamma odamni qo'rqitib yurgan bir odam. Senga qanchalik vafo qiladi? Seni qanchalik hurmat qiladi? Kallangni silkib et, o'g'lim. Dada, apa, bundoq gap tushunmas bo'lmamsanlarchu. Sizlar nimishqa mening ko'nglimni o'ylashib qo'ymaysizlar deyman. Men sizlarga necha qatim aytdim-ku. U o'z qilmishlariga pushaymon qildi deb. Bo'ldi, gap qilma bolam. Bizning gapimizni anglab qo'y. Senga zodi nima bo'ldi, ha? Menga hech nima bo'lmadi. Men bir obdan turyapman. Men shu bo'ldi. Endi hech qaysanglar gap qilg'uchi bo'lmanglar, dedi Farhodning dadasi. Farhod bilan onasining suhbatini uzibla. Shuning bilan gap uzildi. Farhod bilan Gulnoziyaning to'y qilishiga uning dadasi ham opsili emas, Faxriyami qarshi edi. Farhod ming balolikda ularni qoyil qildi. Oxiri bu ikki oshiq mashhurning beshi qo'shildi. Gerçi ular bu ikkisining to'yini qilib qo'ygani bilan Gulnoziyaga uncha bek qizg'in bo'lolmadi. Gerçi Gulnoziya ayni vaqtda ko'p so'g'uq muomalaga uchirgan bo'lsa-mu, ammo ulardan og'rinmadi. Chunki har qanday bir ota-ona o'z bolasining o'zinikidek hikoyasi bor bir ayolga chetilib qilishni xohlamaydi-da. Ayni chaqda Gulnoziya to'liq ko'p tirishchiliklarni ko'rsatib, oxiri ularning yaxshi nazarda qarashiga erishgan edi. Keyin Farhod bilan Gulnoziyalar bolalik bo'ldi. Anzarning tug'ilishi bilan bu uydagi so'g'uqchiliklarmi to'liq ko'tarilib ketgan edi. Gulnoziya ko'p o'yladi. Ayni vaqtda Sohiraga qilganlari uning ko'z oldidan bir-birlab o'tishga boshladi. U ishlarni o'ylab, o'zini qo'rqib ketdi. Ayni vaqtdagi Gulnoziyaning hozirgi o'zi ekanligidan cho'chib ketdi. Ayni vaqtda uningga haqiqatan ozroqmi mehr berolmagan ekanman.
Qaraganda hayotliq mening qilganlarimning o'rnini to'sqizishga fursat bergan o'xshaydi. Ayni vaqtda berolmagan mehrimni endi bo'lsimi beray. Endi bo'lsimi uni onaliq bag'rimga mahkam bosay. Uni kelinim o'rinda emas, balki qizim o'rinda ko'ray. O'tirga o'zim chiqib, o'g'lim ikkisining ishini o'ngshay. Gulnoziya mushularni o'ylaganda o'zini qushdek yengil sezishga boshladi. Gulnoziya Sahirani ko'rishga chaqirdi. Albatta, uning Sahira bilan ko'rish talbi uncha oson qabul qilinmadi. Ammo Gulnoziyaning qayta talab qilishi bilan Sahira bu ayol bilan ko'rishib, gapni uzib o'tishni o'ylab, uning bilan ko'rishga qo'shildi. Qani, gapingiz bo'lsa tezroqdan. Men aldirayman. Qizi. Meni qizim dema. Qachondan beri sizning qizingiz bo'lib qoldi. Men degan bir yetim o'g'loqshim. Mening sizdek opam bo'ladiganga undoq ta'lim yo'q. Sahiraning mushu gapidilla uning Gulnoziyaning qilganlarini unutib ketmaganligi bilinib turadi. Odam kichik vaqtidagi nurg'un ishlarni unutib ketadi. Lekin o'ziga eng ta'sir qilgan ishlar yanada esida qoladi. Demak, u ishlar hozirgacha Sahiraning qalbini azoblab kelmaydi. To'g'ri. Men ayni vaqtda to'g'ri qilmagan. Buning dardini obdalla tatdim. Men rostila ayni chog'da bekli pushaymon qilgan qizim. Rostavatdiman. Men ayni chog'da berolmagan mehrimni endi sizga berishga roziman. Onaliq bag'rimga besishga roziman. Jinim qizim. Sizdan o'tinay. Siz Anzarni tashlab etmang. Bechora bola. Bechora bola bekli tugishib ketdi. Agar siz uning bilan to'y qiladiganlar bo'lsangiz, men siz nima desangiz shuni qilishga roziman. Sizdan o'tinib qolay. Ayni vaqtda o'zini xuddi bir yerning podshohidek chig'lab, kichkina Sahirani qo'l didakladek qiynagan bu ayolning kunlarning birida shu bechora qizning oldiga kelib yelindiganligini kimmi o'ylagan deysiz? Mana bu taqdirning chaqchiqi emasmi? Bu asli mushinchilikli jahon edi. Agar hamma odam o'z qilganlari uchun bedel to'laydiganligini bilgan bo'lsa, kimmi bir-birini qiynashga, azor berishga, dilini og'ritishga petinar edi, ha? Demak, siz bu yerga Anzar uchun keldingiz shundaqmi? Undaq emas. Men ishkinglarning baxti uchun keldim. Bir-birini chin ko'nglidan yaxshi ko'rib, necha yil muhabbatlashish osonmi? Sizlar bir-biringlardan ayrilib, boshqa biri bilan to'y qilgan taqdirdami? Baxtli bo'lolmaysizlar. Ish qilib, bu ko'ngli qara odamning chiroyiga bir umr qarab o'tganda yaxshi. Undaq demang qizim. Men hozir nimalar desam ishonmaydiganligingizni obdan bilaman. Lekin qolganini amaliyotda ko'rishingizni umid qilaman. Eng muhimi, siz mo yuragingizni tutib beqing. Acaba siz Anzarni shundoq osonla unutilib ketalamsiz? Ko'ngli tushmagan odam bilan bir uyda yashashning qanchalik taslikini. Mana men obdan bilaman. Gapimni bir qatim anglab qo'ying bolam. O'zingiznimi, Anzarnimi bundoq qiynamang. Gulnoziya bu gaplarni davatganda Sahiraning mang'izidan 2 tomchi yosh dumilab tushdi. Bo'ldi, qaytib keting. Men o'ylanib boqay. Gulnoziya Sahiraning chechini silmoqchi bo'lib, qo'lini uningga so'zdi-yu, ammo yanala qo'lini asta tushirib oldi. Ondan astag'ina ketib qoldi. Sahira joyida birdam turgandan keyin asta qo'zg'alib uyga ketdi. U uyga kirganda dadisi Ahmad apandi bilan opasi Rizvon paranglashib o'tirgan edi. Ahmad apandi Sahiraning chiroyiga qarabla uning yig'ilganligini bilib bo'ldi.
Sahiraning ishidan Ahmad apandimlarmi xabar topgan edi. Ularmi dastlabda bu ishni o'qib to'limi hayron bo'lgan edi. Endi yanala tanlash fursatini Sahiraning o'ziga berishni o'ylashgan edi. Ahmad apandi astag'ina Sahiraning qishig'iga kirdi. O Sahiraning sochlarini yengil silab turib dedi. Qandaqroq o'ylashyapsiz qizim? Menmi bilmedim dada. Bilmaganingizning o'zi sizning azlardan ayrilolmaydiganligingizni bildirdi qizim. Biroq dada, men Bilaman. Burungi ishlar sizni qiynayotdi qizim. Lekin odamning o'zgarishi uchun cho'qim uningga bir fursat berishimiz kerak. Balam, bunda qilish gerçi tas bo'lsa-mu, ammo sizning shunda qila oladiganligingizga ishonaman. undaq deman. Ahmad apandi Sahiraga kulimsirab turib, beshini yengil langshitdi. Sahira dadasining gaplaridan ham uning boshlang'ishlaridan uning nima demoqchi bo'lganligini tushundi. U xatoligini tunibdi. Har qancha teksakmi, qiydisaqmi, bular ish allaburun bo'lib bo'pti. Hozir hamma ishlar yaxshi bo'lib ketibdi. Uningga o'zimga bir fursat beray deganlarni o'yladi Sahira. To'y xati oladigan joydagi uzun uchratda kelishgan bir yigit bilan sahib Jamol bir qiz turibdi. Yigit qizga hayyorlik bilan kuldi. Hay, heyli to'y xati berdiganlar. Yigit, siz bu yerga ochingizni ilib kirmaysiz, balki to'y qiladigan qizingizni ilib kirsiz desa, qanday qilaman? Menga tegadigan qiz chiqmag'achqa, ocham bilan to'y qilaymikin deyman demamsiz. Shunchalik gapnimi men o'gitam deman endi. Tozimi bir. Sahirami bo'sh kelmay shundoq deb tumshuqlarini yolg'ondan ushlab qo'ydi. Har ikkalan paraqqa kulishib ketishdi. Ularning oldi keyinda turganlar bir-biridan xijil bo'lishib turg'achqa bu ikkalanga hayronlik nazarda qarab qilishdi. Yigit bilan qiz bo'lsa bir-biriga qarab ko'zlarini hayyorlarcha qisib qo'yishdi. Taqdirning chiqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 21 qismini anlatdik. Shuning bilan mazkur asarni to'liq anlatib bo'ldik. Abdori Zaynabgul Abdurahim, rollaga Yusufjon Abdurahmon bilan Maryamgul Xushqo'y ovoz bergan.